Misol, Demosfen hayotini keltirsa bo'ladi. Demosfenni biladiganlar bormi? Antik davr namoyandalaridan biri. Bir kishi hozircha qo'l ko'tardi. Demosfenni taniymizmi, yo'qmi? Demosfen internetda oching, o'qing. Antik davr namoyandalaridan biri. Siyosatshunos, olim, notiq. O'z davrining eng buyuk notiqlaridan biri. Taxminan sizda yoshda omma oldiga chiqib nutq so'zlagisi kelgan uning. O'sha davrlarda shaharlarda, bozorlarda bosh maydonlar bo'lgan va ommaga qonunlar, qarorlar yoki jamiyatda bo'layotgan qandaydir o'zgarishlar, soliq o'zgarishlari va shunga o'xshash ma'lumotlarni bosh maydonlarga chiqib e'lon qilishgan. Ma'lum bir vaqtda aholi yig'ilgan va yangiliklardan boxabar bo'lgan. O paytda internet yo'q, radio yo'q, hatto gazeta hali yo'lga qo'yilmagan bir paytda. Va Demosfenga o'xshagan notiqlar fursatdan foydalanib chiqib o'z nutqlarini irod qilishgan xalq oldida va olqishlarga sazovor bo'lishgan. Afsuski, Demosfen birinchi marta omma oldiga chiqqanida qariyb toshbo'ron qilinadi. Ya'ni shunaqa bir qoida bo'lgan, agar u ta'sirchan nutq so'zlay olmasa, uni aynigan tuxum yoki sabzavotlar bilan mehmon qilishgan. Tasavvur qiling, siz nutq so'zlayapsiz, har qayoqdan kelyapti, bu yoqdan karam, bu yoqdan sabzi, bu yoqdan pomidor, yana nimadir. Xuddi shu holatga tushadi. Qattiq nadomat chekadi, afsuslanadi va o'z ustida ishlashni boshlaydi. Unda shunaqangi bir muammo bor edi. U his-hayajon bilan bog'liq muammo. Ya'ni gapirayotgan paytida his-hayajonga berilganda yelkasi qimirlab turardi uni, Demosfenni. Bu muammoni bartaraf etish uchun Demosfen nima qildi? Shiftga qilich osib qo'yib, o'sha yelkadagi refleksni yo'qotishga harakat qildi. Har qimirlaganida qilich sanchilib, yara bo'lib qonab ketdi. Ammo u refleksni yenga oldi. Talaffuzi chuchuk edi. Buni to'g'rilash uchun dengiz toshlaridan foydalanib, og'ziga solib mashq qildi. Og'zi yara bo'lib ketdi, lekin natija ko'rsata oldi. Ovozi past edi. Ovozini yana ham jarangdor qilish uchun dengiz to'lqinlari oldiga borib nutq so'zladi. Dengiz to'lqinlari ovozidan-da balandroq gapirishga harakat qildi. Bu ishga 10 yil umri ketdi va o'z davrining eng buyuk notig'i darajasiga yeta oldi. Makedoniya Yunonistonni bosib olishga harakat qilayotgan bir paytda butun boshli bir xalqni qurol yaroqsiz Makedoniyaga qarshi qo'zg'ay olgan bitta nutqi bilan. Ya'ni nutq bilan bu narsa amalga oshgan. Demak, nutq bu juda katta qurol. Nutq bu juda katta qurol. Bugun siz bilan aynan shu narsalar haqida suhbatlashamiz, insightlar beramiz va kerak bo'lsa savollarga javoblar ham beramiz. O'zim haqimda qisqacha ma'lumot berib o'taman. Najot Nur Ahmad o'g'li, asli Xorazmdanman. Mutaxassisligim bo'yicha xalqaro jurnalistman. 22 yildan oshibdi media olamida faoliyat olib boraman. 2003-2009 O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti xalqaro jurnalistika fakultetida ham bakalavriat, ham magistratura bosqichlarida tahsil oldim. Jahon tillaridan bormi kimdir o'qiydiganlar? Yaxshi. Va mediadagi faoliyatim 2001-yildan boshlangan. Hali talaba ham emasdim. Ammo asosiy mediadagi faoliyatim 2005-yilda O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi Yoshlar telekanali Davr informatsion dasturidan boshlandi va 2013-yilgacha davom etdi. Aniqroq 14-yilgacha. Siz yosh qatlamsiz, asosan bu yerda nazarimda 2000-yildan keyin tug'ilganlar, 2000-2005-yildan keyingilar. Bizni eslashingiz bilmadim, qanchalar uddalaysiz buni, ammo ota-onalaringiz yaxshi bilsa kerak, chunki 2005-2013-yilda ishladik, undan keyin kadr ortida faoliyat olib bordik, qariyb 10 yil keyin. 2010-yillarga kelganda mendan nima qoladi degan savol tug'ildi menda. Ya'ni har kungi faoliyat yangilik. Assalomu alaykum, efirda Davr informatsion dasturi, studiyada Najot Nur.
Lekin ertaga u yangilik eskilikda. Mana shu narsalar azob berishni boshladi. To'xta, men nima ish bilan shug'ullanyapman o'zim? Mendan nima qoladi? Yangiliklarni bugun yetkazyapmiz xalqqa, lekin ertaga 5 yil, 10 yil umrimiz o'tadi. Nima qildik? O'zimizdan qoldiradigan nima qildik degan savolga javob qidira boshladim. Hech kim bizga 2010-yildagi 18-aprelda qilgan efiringiz yomon, zo'r chiqqan deb shuni hali ham ko'ryapmiz, uydagilar bilan takror ko'ramiz demaydi sizga hech kim. To'g'rimi, yo'qmi? Demak, shunaqa ishlar bilan shug'ullanishimiz lozim. Mohiyatan davr, zamon va muhitga bog'liq bo'lmasin. Har qanday zamonda, har qancha vaqt o'tmasin, uni albatta odamlar tinglasin, eshitsin, ko'rsin va undan qandaydir ozuqa olsin. Ana shundagina biz hatto jisman o'tib ketganimizda ham odamlar bizga murojaat qiladi. Duo qilishadi insonni, ilohim 1000 yil yasha, 100 ga kir, 500 yil yasha. Jismonan bu narsani iloji yo'q. Lekin biz qiladigan ishlarimiz bilan ana shunday barhayot umr kechirishimiz mumkin. Bunga misol tariqasida o'tib ketganiga 500 yoki 1000 yil, 1500 yil bo'lgan insonlarni hali hanuz eslaymiz, olimlar, mutafakkirlarni. To'g'rimi, yo'qmi? Alisher Navoiy hazratlari, Zahiriddin Muhammad Bobur, Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Imom al-Buxoriy va yuzlab bunaqa mutafakkirlarni keltirish mumkin. Bu hali bizning mutafakkirlarimiz. Dunyoda o'tgan bunday insonlar qancha. Va ular o'zlaridan nimadir qoldirib ketishganki, ilm, fan, ma'rifat rivojlanishiga hissa qo'shyapti hali hanuz ular qilgan ishlar. Ana shu savolga javob izladim. Mendan nima qoladi? Va 2010-yilda meni bir akam bo'lardi. 2010-yilda iqtisodiy qiyinchiliklar boshimdan o'tkazayotgan paytlarim, yangi oila qurgan paytim, u akamiz shunaqa dedilar. Ingliz tilidan dars berardi u kishi. O'zlarining kichik markazlari bo'lardi. Birga davr informatsion dasturida ishlardik. Ular muxbir edilar, men boshlovchi. Ular aytdilar: "Sen shunaqa ish bilan shug'ullanginki, odamlar senga kelib o'zlari murojaat qilishsin va sendan nimadir olsin va senga kerak bo'lsa pul to'lab ketsin." Bu narsa meni o'ylantirdi. Bu akamiz haqiqiy ma'noda akalik nomiga loyiq inson va doim meni qo'llab-quvvatlagan, ham ma'nan, ham iqtisodiy, hatto aytishim mumkin. Hali hanuz ishlarimiz davom etib kelyapti va ba'zida maslahatlashib ham turamiz bu akamiz bilan. Biroz uzoqlashdik. U insonni siz taniysiz, lekin u inson haqida biroz keyinroq to'xtalaman. 2010-yilda shu savol meni qiynadimi? Meni rivojlantirgan, meni boshlovchi qilgan, talaffuzimni yaxshilagan, ovozimni jarangdor qilishga hissa qo'shgan barcha jihatlarni bir nuqtaga jamladim va 1 yil umrim ketdi, men dastur tuzib chiqdim. O'sha davrlarda teleradio boshlovchilarini tayyorlash maktablari deyarli yo'q edi. Kimdir nutqni rivojlantirish bo'yicha shug'ullanardi va 2012-yilda men teleradio boshlovchilarini tayyorlash mahorat maktabiga asos soldim. Mendan nima qoladi degan savolga sekin javob topishni boshladim. 2015-yilga kelib yana o'sha savol meni qiynashni boshladi va men audio kitoblar loyihasiga asos soldim. Bugungi kunda profilaktika ishlari ketyapti. Yaqinda Flutter yo'nalish o'sha platformasi orqali bu narsani boshqatdan omma e'tiboriga taqdim etamiz. Hozirning o'zida 1000 soatdan oshiq material bor u yerda, audio kitoblar. Xosatan siz eshitgan bo'lishingiz kerak. Tarixi Muhammadiy, Alixon To'ra Sog'uniyning Tarixi Muhammadiy asari. Kim eshitgan audiosini? Yaxshi, 4-5 kishi eshitgan ekan. Aynan Audionoma jamoasida amalga oshirilgan bu ish. Ayni shu sifatda juda ko'plab asarlar bor. Hikoyalar, romanlar, qissalar va bestseller asarlarni ham audio qilishni boshlaganmiz. Ertaklar ham bor bolalar uchun. Ko'p insonlar kinestetik bo'ladi. Ba'zi insonlar audioal, ba'zi insonlar
vizual insonlar. Ya'ni ular ko'rib ma'lumotni qabul qiladi. Hozir shu yerda agar savol beradigan bo'lsam ham ajralib qolish ehtimoli bor. Kim ma'lumotni o'qib qabul qiladi? Qo'limizni balandroq ko'taramiz. Xo'p, kim ma'lumotni ko'proq eshitib qabul qiladi? Qaranglar, proporsiya biroz boshqacharoq. Ya'ni 60 ga 40 bo'ldi hozir. 60% inson vizual odam. 40% inson audioal insonlar. Va ma'lumotni bunday shaklda qabul qilish bu tabiiy hol.